Avvalambor Shavkatjon, siz va biz san'atda ekanmiz. Bizning niyatimiz faqat yaxshilik. San'at olami o'zi yaxshilikka xizmat qiladi. Shuning uchun siz ham, biz ham hamma san'atkorlar yaxshi kunlarda yaxshilikka xizmat qilaylik. Mana eshitishimcha shu G'ijduvonda juda yaxshi o'rta olib borar ekansiz davrani. Mana hozir o'zim ham guvohi bo'ldim. Birgalikda xizmatda biza o'zim ham aytib maqtab turdim. Gaplari, so'zlari, she'rlari, haligi qudalarga bo'lgan gaplar, bular hammasi bilasizmi? Ham duoday ketyapti. Ham ularga bo'lgan haligi munosabatingiz ham tarbiyaviy ahamiyatga ega. Chunki qudalarni, kelin kuyovni, qaynona kelin mana shularni chiroyli qilib ta'rifladingiz. Men o'zim ham shunaqa davra olib boraman-da. Shuning uchun kuzatib, eshitib turdim. Oqshomning navbatdagi mehmonini taklif etishlik fursati endi. Barchamizga suyukli bo'lgan aktrisamiz. Hali opa deyishga birozgina iymanib turibman, sababi hali ham go'zallik, hali ham yoshlik, hali ham latofat tark etmagan. Sevimli aktrisamiz O'zbekiston xalq artisti Saidaxonim Rametova. Qoyil qoldim. Avvalambor umringiz uzoq bo'lsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Mana shu Buxoro, G'ijduvon, boshqa viloyatlarda ham yaxshi to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmatingizni davom ettiravering. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib charchamang. Bugungi yoshlar ham qo'sha qarisin. Xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Juda chiroyli to'yni olib boryapsiz. Siz ham kasbkoringizga baraka bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Niyatlaringizga yetib bering. Hammamizni kasbkorimizga baraka bersin. Hammamiz ham yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda xizmat qilib charchamaylik. Sog', omon bo'ling, Alloh qo'llab-quvvatlasin. Amin. Allohu akbar. Yaxshilik xizmat qiling. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Ziyoda bo'lsin. Uzoq yillar xalq xizmatida bo'ling.